好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师Segila Asghar。今天我们要学习的是第3单元。Bugün öğreneceğimiz 3. kısım. 3. kısımның темасы демдапты Алимуда 新生活, Алымныңки yangi turmushi. Nima onda qo'sa Алымныңки turmushlарida qandaq o'zgarishlar paydo bo'ldi? 那我们来看一下。首先我们要学的是生词. Aldı bilan öğreneceğimiz ham so'z. Lekin qarab baqsaq bugungi bu 3. qismdagi 1. bölümidagi bu ham so'zlar 40 necha bo'lib ketadi ekan. Shu taydola, bekchiqkan. Agar buni biz yarim soatdan 40 necha so'zlab olsak, shogona bu qo'y tayxo. Shuning uchun buni biz qana qilaylik? 2 ga bo'lib etib, bugun oldidagi 23 ni o'rganaylik, kelar qitim qolgan 20 nisini o'rganaylik. Bo'lamdi? Unda xo'sa, darsga ketdik. Birinchi so'z. 这么 degan bu xatni o'rganib bo'ldik. Bu, shunaqo, m, shimma deki m, 这么 deganimiz shunchilik deganni bildirdi. Shu vaqtida nim desak bo'ldi? Darajasini oshirib berdi desak bo'ldi. Shunchilik cho'ng desak, 这么大 cho'ng deb o'rganib bo'ldik-ku. Shunchilik egiz desak, 这么高. Bu shunchilik deb turib bu qaysini bildirdi desak-chu, hayron qolganligimizni ya. Masalan, mening balam 5 ga kirdi, lekin bo'yi 1 metr 60 bo'lgan bo'lsa, "Wow, 这么高, shundoq egizmi?" desak bo'ladi. Nima? Uningdan boshqa 这么 deb turib biz shu narsaninki manchilik yoki shunchilik deb ko'rsatib bergan vaqtimizdami mushu 这么 ni ishlasak bo'ldi. Masalan, 我有一本书, menda bir kitob bor, 非常的厚, nihoyatda qalin. 多厚? Qanchalik qalin? 这么厚, manchalik qalin. 这么 deb turib depasak bo'ladi va yoki bo'lmasa, masalan, mandaq cho'nkan degan bo'lsam, 这么大, manchilik egizgan deb degan bo'lsam, 这么高. Shu vaqtda bu 这么 degan bu so'zningki qancha xil ma'nosi chiqdi? 2. Birinchisi, hayron qolib shunchilik mandaq-mandaqmi degan vaqtimizda 这么漂亮, 这么帅, 这么高, 这么大. Iliqi hayron qolganligimizni bildirdi. Yana birisi shu narsaninki qanchalik ekanligini o'zimiz qo'limiz bilan o'lchab turib ko'rsatib bergan vaqtimizda manchilik desakmi bo'ladi. Masalan, 你的孩子多高? Balans qanchalik egiz? 这么高, manchilik egiz degandek. Tushundingmi? Keyingi so'z 快. Yezilishi qandaq? 这个这是一个竖心旁，是不是？竖心旁，按的横折横撇捺。快 ma'nosi tez. 好 masalan, bek tezken desek, 太快了. Masalan, vaqt nima degan tez o'tgan desek, 时间过得太快了. 时间过得太快了. Masalan, 快 tez dedik shunaqo. 速度太快了. Sur'ati bek tezken. 速度太快了. Masalan, siz Hanzu tilini bek tez o'rganibsiz degan bo'lsam, 你学汉语学得太快了 desak bo'ladi. 快 tez. Unda bo'lsa, tezroq bo'l desak ham deymiz. 快点 desak bo'ladi. 快点 tezroq bo'l degan ma'noda. 快 tez. Hop, unda bo'lsa, keyingi so'z 就 bu xatniki yezilishi Beijing'deki Jing isimizde bormi? 这边是一个北京的京，按那个横撇，按竖弯钩点，竖弯钩点，这个是就。那么就degan bu so'z ravish bo'lib, bu so'zningki ma'nosi qandaq deymiz? Sal jiqroq chiqadi. Odatda biz shu gap qilgan vaqtimizda ma'nosini uchun bek aniq chiqib ketmaydi. Lekin yumda balkim talaffuz orqali ifodalangan bo'lishimiz mumkin. Masalan, kitobim qana? 我的书在哪儿? 我的书在哪儿? Ana ayada. 就在那儿. Ana ayada. 就在那儿.
siz şekillamalı mı? Ben dal şu diyen bolsam 我就是你是沙克拉老师吗我就是ben dal şu Nama bu yerdeki muşu dal deyimiz yoki bo'lmasa ayna a yerdeki ayna deganimiz mushuning hammasi nima mushu chu degan xat bo'ladi bu ravish bo'lib ko'pincha qandaq bir kuchaytirish rolini ilib beradi va kuchaytib beradi ha men shu desam 我是那我就是desam men dal shu degandek bu yerda 就是说 siz xatolashmadingiz degandek ya chu ha unda bo'lsa keyingi so'z 到 degan bu so'zningki yezilishiga qarasak hang pie zhe dian anda hang shu hang bir tal tu andan keyin chibensiga li dao pang shu shu gou dao yetib berish degan ma'noda bildirdi va yetib berish ne 就是 siz nishonlagan shu joyga kelib bo'lgan bo'lsangiz dao desangiz bo'ldi masalan men uyga keldim desam 我到家了 deymiz a 我到家了 men shirkatga keldim 我到公司了 我到公司了 nega keldingiz 你到哪儿了 你到哪儿了 men dabazaga keldim degan bo'lsak 我到大巴扎了 ya'ni 2 bekat bor 还有2站 好 bekat degani nima dedim 站 dedim onda bo'lsa shu 到 degan so'zningki kendik so'zning ma'nosi 就是 bekat deganni bildirdi 好 bu xatniki yezilishi qarasak qanday 点行 andan keyin 点撇横 shunaqa 立 shu hang shu hang zhe hang bu 站 shuning bilan turish degan ma'noni bildirdi ya'ni bekat degan ma'noni bildirdi unda bo'lsa 站 degan bu so'zningki qancha xil ma'nosi chiqdi hozir 2 birsi turish masalan 老师现在站着给同学们上课 muallim hozir turib saboqdoshlariga dars o'tadi 站着站 turish masalan turing jim turing degan bo'lsam 站住 deyman nima o'rningizdan qo'ping degan bo'lsak 站起来 deymiz shunaqa amsa ikkinchi xil ma'nosi nima dedik bekat ha poyezd bekitib bo'lgan bo'lsa 火车站 ya'ni poyezd stansiya shunaqa 火车站 nima avtobus bekitib bo'lgan bo'lsa 汽车站 nima ommaviy avtobus bekitib bo'lgan bo'lsa 公共汽车站 公共汽车站 bekatga keldik desak 到站了 到站了 desak bo'ladi 站 bekatda bekat 好 yana qancha bekat bor 还有几站 ya'ni 2 bekat qoldi 还有2站 站 bekat unda bo'lsa keyingi so'z 现在 现 degan bu xatning yezilishi wang 对吧 endi shu hang zhe pie shu wang gou ma 现 degan xatni yozgan vaqtimizda bo'libmi ma o'ng tarbiya pie shu wang gouni yozgan vaqtimizda ikkisini ayirib mega bir pieni mega bir shu wang gouni yozsangiz bo'lmaydi cho'qim buni ikkisi bir yerga qo'shib xatni o'lchamlik chiroyli qilib yozishingiz kerak nima zay degan bu xatga kelsak hang pie andan shu ma merdagi shuni avval yozsiz andan hang shu hang 好现在 ma'nosi hozir siz hozir nerede 你现在在哪儿 siz hozir nima ish qilyapsiz 你现在在做什么现在 现在 ma'nosi nima dedik hozir 好 bayam degan nima deymiz 刚才 so'zlikning ichida yo'q a 刚才 hozir 现在 现在 birdan keyin 等一会儿 等一会儿 a yana bir qatam deydi ya bayam 刚才 hozir 现在 birdan keyin 等一会儿 desak bo'ladi 好现在 ma'nosi hozir keyingi so'z 点 bu xatning yezilishi qarasak shu hang andan shu hang zhe hang ma ustidagi ma bo'limi ustidagi bekat degan xat bor u jan degan a o'sha jan deganninki o'ng tarpi shunami andan ostiga 4 tal chekit qo'shib olsak den degan xat bo'ladi den degan bu so'zningki bir necha ma'nosi chiqadi bugungi bu darsda soatni bildirdi
Bu diyen degenimiz nokta bulalaydı, çekit bulalaydı, saatni mi bildirəlaydı? Məsələn, saat 1 degen bolsam, i diyen. Saat 2 degen bolsam, liang diyen. Saat 3 desek, sen diyen. Nama onda olsa saat qancha boldi degenni ji diyenla. Nima dedik? Ji diyenla deb so'rasak bo'ladi. Diyen nokta degan ma'nosi bor, lekin bugungi bu darsda chiqqan ma'nosi soat. Onda bo'lsa, keyingi so'z 时间 ma'nosi vaqt. Ha, onda bo'lsa, shi degan xatga qarasak, yozilishi shu, hang zhe hang hang. Andan hang shu gou dian. Shi jian degan bir xat bu iki min, o'tirdi bir tal zhi. Ishning ichida bir tal kun va jian. 时间 vaqt. Məsələn, qachon degan vaqtimizda shama shiho yoki shama shijian desakmi bo'ldi. Uningdan boshqa vaqtingiz bormi desak nima deymiz? Ni you shijian ma? Ni you shijian ma desak bo'ladi. Shijian mening vaqtim bor, 我有时间. Mening ati vaqtim bor, 我明天有时间desak bo'ladi. 时间 vaqt. Ha, onda bo'lsa, keyingi so'z 半. 点撇横横竖. Mushu xatning o'ziga qarasak, cheket hang hang andan ayirib etilgan, majidada cheket hang hang ayirib etilgan. Shunday qo'yib, 半 yerim degan ma'noni bildirdi. Masalan, yerim tavus, tavus nima deymiz? Shigua. Shu vaqtida yerim tavus bo'lsa, 半个西瓜. 半个西瓜. Nima? Shu 1 soatni 2 小时. 1 soat 2 小时. Bayam soat 1 degani nima dedik? Yi degan soat 1. U vaqtni so'zlaydi. 1 soatda vaqtni uzun qisqaligini degan vaqtimizda 2 小时. Yerim soat bo'lgan bo'lsa, nima deymiz? 半个小时 desak bo'ladi va 半个小时. Ha, 半 yerim. 2 soat 2 yerim degan bo'lsak, 2点半. 2点半 desak bo'ladi. 1 yerim bo'lsa, 1点半. 12 yerim 12点半 bo'ladi. 半 ma'nosi yerim. Unda bo'lsa biz mushu bir vaqtida bir epizodning ichida mundaq bir ko'rgan to'qa, ko'nglim yerim bo'lib qoldi deganni vodishing bangaladi. Bu gap bunda desak bo'lamdi? Bo'lmaydi. Ko'nglim yerim bo'ldi deganni vodishing bangaladi desak bo'lmaydi. Qanday deymiz? 我伤心了 desangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa 我很伤心, 我很难过 都可以啊，都可以. 好, unda bo'lsa 继续 中午 中 degan bu xatniki yozilishi oson-ku. Shu hang zhe hang o'tirdan kesib shu. 中 o'tir degan ma'noni bildirdi. Wu pie hang hang shu. Ma ustidagi mana shu ustiga chiqdimi, chiqmadimi? Chiqmadi ya. Esingizda aniq bo'lsin, ustiga chiqatmaydi. Chiqasizlar bu xatniki ma'nosi boshqacha bo'lib ketadi. Chung degan o'tiri, wu deganimiz shu bir kunni ko'rsatgan bo'lsak, shu bir kunning o'tiri qaysi vaqt bo'ladi? Tush bo'ladi. Shu vaqtida chung degan bu so'zning ma'nosi tush. Hamsa bugun tushda desam, 今天中午 bugun tushda polo yedim desak, 今天中午我吃的抓饭. 今天中午我吃的抓饭 desak bo'ladi va 中午 tush. Tushda nima ish qilasiz? 你今天中午做什么? Bugun tushda vaqtingiz bormi? 你今天中午有时间吗? 你今天中午有时间吗? 好, 中午 ma'nosi tush. Tushdan burun o'zchi. 上 nishiltimiz. 上午 bo'lsa tushdan burun. Tush 中午 tushdan keyin bo'lsa 下午.
Qandaq? 上午, 中午, 下午 deb ishlatamiz. Amsa keyingi so'zga ketdik. 要 行竖横折竖竖横qilib anandagi ostida bir tal nü. 要 ilish degan ma'noda chiqadi va ilish degan ma'noda. Masalan, 你想要什么? Sizningki nimag'ingiz bor? 你想要什么? Buni ko'pincha mushu do'konlarga kirgan vaqtimizda ba'zan yana 你买什么 deydi, ba'zanlar 你要什么 deydi. 这些都可以啊，这些都可以。要 ilish. Masalan, 这个东西你还要不要了? Bu narsani siz yana olamsiz, olmamsiz? Yana olaman degandagi 要 ilish. Unda bo'lsa keyingisi 来 来自 deb bir chiqib bo'lganda shunaqa. 来自 deganimiz din kelmak. Masalan, ta 来自北京, u Beijingdan keldi deb. Bugungi bu 来 nahlan mushu chu degan so'zga, ya'ni berish degan bu so'zga qarama-qarshi bo'lgani. Amsa nima ekan ma'nosi? Kelish. Mekeling desam nima deyman? 过来. 过来. Shunaqa. Uningdan boshqa men keldim desak 我来了. 我来了. 好. Basak 去. Kelsak 来. 好. Apam qaytib keldimi? Mama 回来了吗? 回来了. Qaytib keldi. 好. Kelish 来. Layninki yezilishini unutib qolmanglar qandaq? Mana o'ylasak bo'ldi va görüşdiki miyi bor. Ashuni ustiga bir xing qetib etilgan. Lekin bu xatni yozgan vaqtimizda unda siz görüşni o'ylab ustiga xing qo'shsangiz bo'lmaydi. Qandaq tartibi? Xing dendi, xing shu pi na qilishimiz kerak. Lay kelish. Keksiz. Jie. Jie. Qandaqkan? Xing shu gou ti. Ti 手旁 shunaqa. Andın üstü bir dal li. Li. Bu li degan qaysi so'z? Bayamqi jan degan so'z bor. Bekatdagi jan. Janningki qaysi tarafi? Sol tarafi. Ashu dian hang, dian hang shunaqa. Asti bir dal qiz, nü. Qiz boladagi nü degan xat. 对吧? Nima shu vaqtida 一个提手旁, 一个li, 一个nü qo'shib kelsak, jie degan xat. Bu xatninki ma'nosi bir necha xil, bir necha xil. Mundaq bir narsani sunib bergan bo'lsa, mundaq ilib olganni, qabul qilganni jie desak bo'ladi. Uningdan boshqa kutib olish, oldiga chiqish deganni jie deymiz. Ha, masalan, telefon ilish, qabul qilish degan bo'lsak, nima deymiz? Jie dianhua. Jie dianhua. Iliq telefoningizni, kelgan telefonni olmay qo'ygan vaqtingizda ustiga 4 xat chiqdi, nima deb chiqdi? Wei jie lai dian. Wei jie lai dian. Ilinmagan, ulinmagan telefon nomer deb chiqdi, ya. Ha, jie ilish, qabul qilish degan ma'noda. Masalan, siz qachon kelasiz? Men sizni og'ili chiqay desam nima deyman? Ni 什么时候到? Ni 什么时候到? 我去接你. 我去接你. Men sizni og'ili boray degan gap. 我去接你. 接 oldiga borganni je desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 正好 dal. 正好. 正 degan bu xatni yozgan vaqtimizda qanday? 横竖 横竖 横. Hao ugunib bo'lgan shunaqa, oldi bir tal nü, keyinda bir tal zi. 正好 dal. Masalan, hozir dal soat 2 bo'pti desak, 现在正好2点. 现在正好2点. Men chiqib ketayotgan vaqtimda u dal kirib yetibdi ekan. 我出去的时候他正好回来. 他正好回来.好, uningdan boshqa, masalan biz mushu kiyim-kechaklarni kiygan vaqtimizda, bu oyoq qandoq ekan? 这双鞋子怎么样? Dal keldi. Naq ekan degan bo'lsam, 正好. 我穿着正好yoki bo'lmasa 正好 desam ham bo'ladi. 正好 dal naq deganni bildirdi.
好，onda hosa kingsus 一起一 자다 휴고 버디기 이 那么起 degan bu xat qaysi avval 一个走横竖横撇捺走 mingish anan degan keyingi bir dal ji 横着横竖弯钩一起 birla degan ma'noda biz birla tamoq yeylik 我们一起吃饭吧我们一起吃饭吧 man dostum bilan birla o'rganish qilyaptiman 我和朋友一起学习我和朋友一起学习 man dadam bilan birga tamoq yeyaptiman 我和爸爸一起吃饭我和爸爸一起吃饭好一起 birla oldin qitim h deb o'rgangan vaqtimizda bilanti nima paloni odam bilan birga desak h şey 一起 desak bo'ladi opam bilan birga 和妈妈一起 dadam bilan birga 和爸爸一起 man ocham bilan birga 我和姐姐在一起 desak bo'ladi好那么这个呢是一起 endi keyingi so'zga o'tib ketdik 吃饭吃ish 饭 tamoq 吃饭 tamoq yeyish hop unda bo'lsa chini qanaqa yozdik ekanmiz nima bilan yeymiz eg'iz bilan yeymiz shuning uchun oldida bir tal ko'zib ham nima keyingi pi hang anda hang 这弯钩 bo'lib chiqadi 你不能你不能 pi hang qilib meni yana bir tal hang qilsak bo'lmaydi hamda shu chi degan xatni chi deb o'qimanglar chi fan degan gap yo'q 应该是吃饭你在干什么我在吃饭明白了吗我在吃饭 hargiz 我在吃饭 desak bo'lmaydi好 unda bo'lsa 吃饭 tamoq yeyish 你去哪儿 Nega borasiz? 我去吃饭 Man tamoq yegili boraman 我去吃饭 tamoq yeyish 好 unda bo'lsa keyingi so'z 谢谢 qanday yozamiz 一个言字旁 anandagi 身体的身 badandagi 身是不是然后是一个寸横竖钩点的对degan xatninki ermi 谢谢 ma'nosi rahmat mushu biz mushu turmushimizda deymiz eng ko'p ishlatadigan bu so'z qaysi 就是谢谢 birisi mayli bizga yordam qilsin yoki boshqa 比如说有人帮助你呀再或者说是有人这个为你做了一些什么事 siz uchun bir ishni qilib qo'ygan bo'lsinmi hatto mushu qo'lamdagi bir varaq tushib ketdi yana bir saboqdashimiz qo'lamga olib bergan bo'lsinmi xo'ja shu yo'ldan bunda ketib borgan vaqtimizda birisi bizga yo'l bergan bo'lsinmi 这些都需要什么呀你去说一声谢谢 rahmat deb qo'yishimizga qanday arziydi unda bo'lsa mushu 谢谢 degan bu so'zningki ma'nosi nima bo'ldi rahmat qanday bir ishki boshqalar sizga yordamni qilib qolsa cheman bangla shu 谢谢 nima rahmat degan vaqtimizda bizga qanday javob berdi bu客气 deb javob bersa bo'ladi bu 客气 或者说没事嘛 deb qo'yamiz odatda endi 好 unda bo'lsa 今天 今年 o'rganib bo'ldik shunaqa 今年 deganimiz bu yil ten degan kun degan gap unda bo'lsa 今天 bo'lsa mushu kun ya'ni bugun 好 今 qanday yozamiz 撇捺点横折 天 横撇捺 好 天 今天 bugun birga tamoq yeylik 今天我们一起吃饭吧今天我们一起吃饭吧 bugun nega borasiz 你今天去哪儿 你今天去哪儿 Men bugun uyda emas 我今天不在家
我今天不在家。今天bugün. hop, unda bo'lsa, keyingi so'z shi. Shi degan bu so'z oldidagi mushu o'rganib bo'lgan so'zliklarning ichidan birisining ichidan chiqqan. Qaysi? Congshi. Congshi deganimiz shug'ullanish shunaqo. Nima shi ne shu vaqtidami degandim ish degan ma'noni bildirdi deb. Nima buga yana bir qatim deylik. Shi deganimiz o'sha ish. Aslan nima ish? Shama shi. Birisi meni izlab kelgan bo'lsa, men sizni izlaydim. Wo zhao ni. Na nima ishingiz bor? Deyman. Wo shuo ni you shama shi? Ni you shama shi? Shi. Bugun ishingiz bormi? Ni 今天有事吗? Ni 今天有事吗? desak bo'ladi. Shi qanday yozdik? Yana bir qatim kelib hang shu hang zhe hang. Andan hang zhe hang hang shu go shi ma'nosi ish. Ish yo'q desak mei shi. Mei shi desak bo'ladi. Keyingi so'z 下次. 下 Asti degan ma'noni bildirdi. Tsi qitim deganni bildirdi. Ostinqi qitim, ya'ni kelar qitim. Unda bo'lsa oldin qitim degan nima ekanmiz? Shangci. Shangci. Kelar qitim sha'ci. Sha'ci. Yezilishi hang shu andan dian sha. Ci 两点水啊，点题 qilib ananikin pi hango pi na. Qisaq bo'ldi. Ci qitim deganni bildirdi. Bir qitim desak 7 ci, 2 qitim 2 ci, 3 qitim 3 ci. Kelar qitim 下次. Masalan, saboqdoshlar kechikib qolgan bo'lsa, kelar qitim kechikmang degan bo'lsam, 下次不要迟到. Kelar qitim bo'lsin desam, 下次吧. Kelar qitim men sizni mehmon qilay, 下次我请你. 下次我请你. desak bo'ladi. 下次 kelar qitim. Ba ba 一个口 andan keyin 一个爸爸deki ba degan xat esimizda bormi? Shu xatninki ostidagi bo'limi ya. Hang zhe hang shu shu wan go ba. Ba degan bu so'zninki ma'nosi ko'pinchisi bu so'zni nima? Indoneziyalik so'z qilib ishiltib jumlaninki eng oxirisiga akilimiz. Eng oxirisiga akilib nima ma'noni bildirdi desak, qarshi tarafga maslahat silayotganligingizni, munda qilamdiq deganni bildirdi. Mushu duq degan bilan o'xshash. Masalan, billa baramdiq. Ichi chuba. Qarshi tarafga maslahat silayotganligingizni bildirdi. Masalan, yana biz billa tamoq yeylik, wa me ichi 吃饭吧. Men sizga yordam qilay, wa la bang ni ba. Qarshi tarafga bergan bir taklif fikr ma'nosida ma'noda. Jumlaning kenariga eng keyniga keladi, eng keyniga keladi. Ha, bu ba'ning mo ikki xil ishlatilishi va bugun mushuning ichidagi faqat birsini dedik. Unda bo'lsa kelar qitim bo'lsin desak nima deykanmiz? Shatsi ba deganimiz kelar qitim bo'lsin deganni bildirdi. Keyingi so'z na. Na. Nima na? 这个词 bu so'zningki ma'nosimi bir necha tala. Almash bo'lib qolgan bo'lsa u deganni bildirdi. Bu bo'lsa ch, na. U bo'lsa na. A nima? Na shi shama? Au kimi? Na shi shui degandek. Nima? Yana bir ma'nosi undaqda. Undaqda, masalan, undaqda at qanday qilamiz? Na 明天怎么办? Na 明天怎么办? Amaliyotda bu undaqda degan ma'nosi chiqqan vaqtida biz bu to'liq aytgan vaqtimizda nami deb chiqdi. Lekin og'iz tilida ko'pincha qisqartib aytib na alam. Unda bo'lsa men qanday qilaman? Na wo zima ban? Na wo zima ban? Na unda bo'lsa sizchi desam, na ni na? Na ni na degandek. Na undaqda, undaq bo'lsa degan ma'noda chiqadi. Xo'p, saboqdoshlar, endi biz bugungi mushu so'zliklarni o'rganib bo'ldik. 刚才呢，我们把今天的这个生词一半的生词，yani yarım sözlük ya，已经学完了。那接下来我们把今天所学的内容呢，再读一读啊。Mushu bugun o'rganib bo'lgan so'zliklarni yana bir o'qib chiqaylik. 一个读两
Bir, her bir sözlükni iki qitimdan. Onda olsa başladık. 这么快就到站现在点时间半中午要来接正好一起吃饭谢谢今天是下次吧那好，那亲爱的同学们，今天我们的作业是每一个生词要抄2行，然后选择其中的5个造句。Бүгінгі тапшырқымыз мұшы барлық сөзләрні әр бірсini 2 қордан көчіріп, отырдан 5-ni таллап cümle түзіп болды. 那么同学们，今天的课就到这里了，我们下一期